Bugun Melbet kontorada o'ynab ko'ramiz. Qani nimasi bo'lsa bo'lsin 1,5 milliondan bosamiz. Bosdik mana deganlar. Qizil 2x 3 million. Normalniy. Bermadi-ku, suka. Bermadi. Oq berdi 0.8. No, yaxshi chidasa bo'ladi. Ana qizil ham berganda zo'r bo'lardi pastdagi. Короче, bermadi yana. Ko'k 0.3. Suka bermadi. Вообще zo'r berdi 3 million 600. Sariq o'ynadi. Shokolad 4 million 950 ming. Bala qizil 0.5. Oq 0.3. Qizil 1 million 950 ming. 2 million 400 ming. Normalni beryapti. Normalni berishi. Bala mana qizil. Bittasini aytamiz shuni. Melbet kontoradan 0.9 chiqsa normalni beradi yo'g'iga. Yashil o'ynadi. Qizil bilan fioletoviy o'ynadi va shu chotki o'ynadi. Yashil o'ynadi 3 million 600 ming. To'xtadi mana. Zo'r o'ynadi, mayli. Davom etsa zo'r bo'lar, bermadi. Ko'k o'ynadi. Ko'k o'ynadi yana. Fioletoviy o'ynab bersa zo'r bo'ldi. Bala, malades, zo'r o'ynadi. Вообще sariq o'ynadi, вообще udar 4x 8 million 400 bo'ldi, narxi to'xtataman. Xullas Telegram kanalga o'tamiz. Mana ko'ryapsizlar, ilovalar bor, chotki hammasi. Prosta bu ilovalar ruskiy, chotki beradigani. O'zimiz O'zbekiston ilovasi emas, ruskiy hammasi. Chotki beradi. Prosta promo kodlar orqali ro'yxatdan o'tasiz, bonusingizni olasiz. Keyin pastroqda 3.8 tarzda konkurs ketyapti. Konkursga amal qilib, qoidalarni bajarib ishtirok etishingiz mumkin dekan promo kod orqali 3.8 da. Bu hozir o'ynagan kontoramiz Melbet kontora. Melbet kontori ham kanalda bor. Bu kanal yangi ochildi. Chunki ruskiy ilovalar bo'lgani uchun kuponlar, balobatlar, signallar tashlab o'tiladi, hammasi realniy bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yamiz, ilovalarda obuna ro'yxatdan o'tamiz.